Üçüncü, Töt sahabının mədhisi eytilidi. Onun körüp avunıdığan töt hemrahi bar idi. Bula Peygamberinin billi turadigan maslahatchilari idi. Ularning ikkisi qaynotısı, ikkisi kuyog'li. Bular xalq ichidagi xil kishilardan idi. Dastlabki hammadan avvalqisi otiq edi. Uning ko'ngli tili bilan birdek Xudoga ishongan. U mol dunyosi, teni va jinini pido qildi. Faqat Peygamberning Rabbining roziligini tiladi. Uningdan keyingisi Faruq kishilarning xili edi. U dili bilan tili birdek xalq ichidagi esil kishi edi. Bu sodiq yordamchi dinning tirigi bo'lib, shariat yuzidagi pardini ko'tardi. Keyingisi hayoliq, xushmijaz Osman bo'lib, kishilar ichida eng sehi, qo'li ochiq edi. U borliqini, meli va jinini pido qildi. Payg'ambar uningga ikki qizini berdi. Buningdan keyingi tanlang'ini Ali bo'lib, u botur, jasur, yuraklik, ahli to'liq edi. Uning qo'li ochiq, qalbi sop, bilimlik, e'tiqodman, nomi ulug' edi. Bular din va shariatning asosi edi. Ular kofir va munofiqlarning yukini ko'tardi. Bu to'rt hamroh men uchun tabiatning to'rt asosidek tuyuladi. To'rt asos muvofiqlashsa haqiqiy tiriklik bo'ladi. Mendin ularga davomliq tuman ming salom yetkizgaysan, egam. Ulardan rozi bo'lgaysan, Rabbim. Qiyomat kuni ularning sepida turishqa meni nisb qilgaysan.